Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlarning birinchi bosqichi doirasida Davlatobod tumanida qasddan odam o'ldirish bilan bog'liq jinoyatning oldi olindi. Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan olib borilgan profilaktik tadbirlar davomida joriy yilning 4-mart kuni Davlatobod tumanida yashovchi ayol o'zining jazmani bilan oldindan jinoiy til biriktirib, shar'iy nikoh asosida birga yashab kelgan turmush o'rtog'ini notanish shaxs orqali 6000 AQSh dollari evaziga o'ldirishni rejalashtirayotganligi haqida tezkor ma'lumot olingan. Shundan so'ng Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati va viloyat prokuraturasi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir tashkil etilib, buyurtmachilar Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali shartli qotil bilan suhbatlashib, shar'iy nikohdagi turmush o'rtog'ini Cobalt avtomashinasida yolg'iz yurishini, Andijon-Namangan yo'lidagi ovloq joyda o'ldirib, avtomashinasini yoqib yuborish kerakligini hamda evaziga 6000 AQSh dollari berishlarini aytadilar. 6000 dollar beraman degansiz, 1000 dollarni bergansiz. Hozir mana pulni ham gaplashib olaylikmi? 6 soat, 7 soatda pulni yetkazamiz. Bo'ldi, tushundim men sizni. Qarang, o'ldirishim tartibi qandoq qilib? Darhol tadbir ishtirokchilari tomonidan jabrlanuvchini o'ldirilganligi aks etgan qotillik jinoyati sahnalashtiriladi va shartli qotil ushbu holatni video tasvirga olib, buyurtmachi ayol va uning jazmaniga video tasvirni ko'rsatadi. Buyurtmachilar kelishilgan pul mablag'idan 5500 AQSh dollarini shartli qotilga berayotgan vaqtlarda tezkor xodimlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadilar. Hozirda mazkur holat yuzasidan Namangan viloyati prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 97-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanganlar. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.